Gemanal Forte siropundan verdik Gemaro'ya karşı. Hazır günde şu 4 yıl tümeni Özbekistan mahallesine geldik. Yine özlerine işitmeye şu 6 Hamege bundan 6 gün əldin şu Surajbek ağamıza şu Gemanal Forte siropundan verdik Gemaro'ya karşı. Hazır günde şu 4 yıl tümeni Özbekistan mahallesine geldik. Yine özlerine işitmeye şu 6 gün içinde içip neticeler sezip yaxşı bolup getdiler. Gemaro'dan bütkül xalas boldular. Anıq gaplarni özüne işitamiz. Assalomu alaykum. Bugun 7 kun bo'ldi. Xudoga shukr, Gemaro'dan hech asoratim qolmadi. Shu rahmat deyman sizlarga, shu dorini yaratganligingiz uchun. Nima desam bo'ladi? Hammaga tavsiya qilaman. Olinglar, ichinglar. Gemaro'dan butkul qutulasizlar. Mana men 7 kundan beri ichgan bo'lsam, shuncha paytdan beri azob chekayotgandim. Ichib turib yaxshi, xudoga shukr. Foydasi bo'ldi. Faydasını sezib yaxşı bolup getdiniz. Başqalarına tavsiya etasizmi shu ishon mindirgan odamlara Gemanal Forte siropini? Hammaga tavsiya qilaman. Shuncha yildan beri masalan ko'psi operatsiya qildirish mumkin dedi, operatsiyasiz foydasi yo'q dedi. Men operatsiya qildirmadim. Keldim, Buxorodan keldim, ertasi kuni zakaz qildim, oldim, 7 kun ichdim. Mana xudoga shukr yaxshi. Yaxshi bo'lib ketdingiz shuni arkasından. Rahmat sizam ağa, sog'ayib ketganingiz rost bo'lsin. Rahmat. Oydim chiqdimi?